Hürmetli vatandaşlarım, leksiyamızın devamı, eli münazırlaşken leksiyanın devamı. Amerika-Cungo münasebetinde komediyilik özgürlüş yüz beriz dep ümit var bolmaymiz. Lekin iki devlet o'ttirisindagi münasebetning yomonlashib atqanligiga duch kelishga boshladik. Yaqinda o'tkaziladigan Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping o'tirisidagi suhbatda Amerika-Cungo o'tirisi ba'zi o'rtaq tonish hosil qilishi mumkin. Lekin hamma jihat emas. Kelgusida yana bir qancha qatam suhbat o'tkazilishi kerak. Rais Xi Jinping bir realist qiyofatda Prezident Trump bilan ba'zi masalalarni muhokama qilishi va hal qilish kerak. Demak, bu xapan nima deydi va hal qilishga ma'qul deyish kerak Rais Xi Jinping. Zhang Lipen bundaq ko'rsatdi, Beijing tarixshunos olim bundaq ko'rsatdi. Çavuşanның havo rayı Amerika-Cungo münasebetining kelimatiga munosabatli. Cungo-Amerika münasebetida yakka belgilimi yo'q. Hozir Çavuşan masalasi birinchi o'ylanadigan masala. Tillerson Yaponiyani, Koreyani ziyorat qilgandan keyin Beijingda siyosatning taxtini ochdi. Balki siyosatning taxtini to'liq so'zlab tugatdi. İki devlet üçün aytqanda iki devlet münasebetinin osmini ochiq bo'lamdi, bulutliq bo'lamdi. Çavuşan tarafidan va Cungo pozitsiyasi tarafidan belgilanadi. Fursatdan qaraganda Cungo Kompartiyasiga tanlash yo'li qolmadi. Buni Beijingdagi Zhang Lipen da'vatidir. Chunki hozir Cungo hol sirg'an ojizlashgan bir davrda. Pulava Cungo da'vatati bu gap bunday chiqyapti. Diqqat qiling hurmatli vatandoshim. Chunki men sizga shuni aytayki, insonga xuddi shunday bir davlatga boyliqmi yarashmaydi, gadoylikmi yarashmaydi. Faqat uni ishlatishni bilgan davlatga yarashishi mumkin boyliq. Chunki hozir Cungo hol sirg'an ojizlashgan bir davrdir. İki ziddiyetler onun ixtisas sohasidagi xiristlar. Çavuşan masalasi bo'yicha Amerika bilan kichik ko'lamlik bo'lsa-mu, urush qilish madori yo'q. Jungoning kichik ko'lamlik bo'lsa-mu, Amerika bilan urush qilish madori yo'q. Davlat ishlar kotibi Tillerson Jungoni ziyorat qilib deb e'lon qilingandan keyin Jungoning pozitsiyasi ko'rinarlik yumshab ketdi. Men burilla Prezident Trump bilan Xi Jinping'ning yüz o'ltirib suhbat quradiganligi mumkinligini aytgan edim. Kelgusida 3 nafar xarakteri var rahbari bo'ladi. Xarakterlik 3 nafar rahbari bo'ladi kelgusida. Prezident Trump uning biri. Rais Xi Jinping uning biri. Prezident Vladimir yana biri. Deydi Zhang Lipen. Bunun için iki neferi menfaatki itibar berdi. Mesela Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin menfaatki itibar berdi. Bunun için yana biri ideologiyaga itibar berdi. Belki Rais Xi Jinping bo'lsa kerak. Ideologiyaga itibar berdigini ziyon tortdi degan edim. Lekin ideologiyaga itibar berdigining pozitsiyasi allaqachon yumshab ketdi. Onundan başqa Prezident Trump saylam davrida Cungoni pul kontrol qilish davlat qatoriga kirgizgan. Lekin vazifaga o'ltirgandan keyin Jungoga qo'l solmadi. Nima uchun? Zhang Lipen bunda ko'rsatdi. Prezident Trumpning maydoni o'zgargan yo'q. Uning taktikasi saylam davrida shundoq so'zlab kishilarni qoyil qilish, Jungoga besim ishlatib, kelgusida yo'l qo'ydigan holga keltirish. Bu tadbir allaqachon unumadi. Jungoga besim ishlatib, yo'l qo'ydigan holga keltirish. Bu tadbir allaqachon unumadi. Hozir yo'lga qo'yilayotgani ocharchilikda qolganlarga bozor ochib berish. Bu o'qitishgan dal joyiga tushdim men xato tarjima qildim qanday. Hozir nayt eg'ir taraflar o'ttirib qo'yish. Hozir yo'lga qo'yilayotgani ocharchilikda qolganlarga bozor ochib berish. Nayt eg'ir talablarni o'ttirib qo'yish. Bu Amerika tarafdan bo'layotgan ishlar deb qaralyapti. Sen men bilan oldirab ko'rishadigan holga keltirish. Seni men bilan oldirab ko'rishadigan holga keltirish. Mesela Prezident Rais Xi Jinping 5-ayning 5-i deganda, bu da 4-ayning 5-iga tushganda. Hozir yani chechak chiqyapti deydimi. Cungo Kompartiyasi allaqachon Amerika qayoqqa yetilsa, shu yoqqa mangadigan bir holga keldi. Cungo Kompartiyasi allaqachon Amerika qayoqqa yetilsa, shu yoqqa mangadigan bir holga keldi.
Prezident Trump Beijing bilan elishib baqqan, aloqalashib baqqan savdogar edi. Suhbat taktikasini biladigan odam edi. O manfaat jihati bo'shab ketgani yo'q. Chavshan masalasi muqarrar hal qilinishi kerak. Prezident Trumpning qo'lida bir kart bor. Shunga ideologiya sohasida elishiman deb kishilar bilan ovora bo'lmaydi. Davlat ishlar kotibi Tillerson bu qatim Beijing ziyoratida kishilik huquq masalasini tilga olmasligi kerak edi. Bu deganlik nayt jiddiy masalalar bor edi. Kishilik huquq masalasi eg'iz olmaslik kerak edi dedi. Men demokratiya va erkinlik faqat jungulluqlarning o'ziga tayinishi kerak deb o'ylayman deydi Janlipan. Herkes Amerika qatorliq chet el davlatlaridan umid qilmaslik kerak. Amaliyotda Prezident Trumpning Jungoga ishlatgan besimi Jungo Kompartiyasining ichki qismida va Jungoning ichki qismida o'zgarish paydo qilishga yetarli edi. Diqqat vatandoshim. Janlipan nim deydi? Prezident Trumpning Jungoga ishlatgan besimi Jungo Kompartiyasining ichki qismida va Jungoning ichki qismida o'zgarish paydo qilishga yetarli edi. O ideologiya sohasida o'ttirg'i bir narsa ko'tarib chiqmasin bo'ladi. Mesele şu yerdeki, büyürünü baksan, balağa kalısan degендek, Çavuşen'e kandakta kabul turaş meselesidir. Meyli yadır o kuralları uruşu bolsun, ya ki Amerika Çavuşen'e zerbe belsin, Jungo Çavuşen çiğrasıga apet yetip gelir. Sat sesimizi Kore'ye uğurlaştırışı meselesi de, Jungo Kore'ni bozak kılıvatıdır. Amerika karıştırışka cüret kılalmayıvatıdır. Jungo diplomatiya sahası əzəldili qalaymakan bir saha. Jungo'nun diplomatiya sahası aqldan söz etiş asla mümkün emas. Janlipan mundaq ko'rsatdi. Atalmış cho'ng davlatlar o'rtasidagi yangi tiplik munosabat deganimiz amaliyotda bir belgiselish deganlikdir. Növbətdə bu belgeselish Çavuşan meselesiga gavdlanmoqda. Bu mesele ikki davlat nimaga erishdi? Davlat ishlar kotibi Tillerson qurilmadi, zo'r o'zgarish bo'ldi deb o'tirib qo'ydi. Çavuşan meselesi qanday hal qilishni ikki davlatda o'ylab baqqani yo'q. Agar Jungo ideologiyalik tashabbus ching turadigan bo'lsa, erishadigan manfaat intayin oz bo'ladi. Chunki Jungoluqlarning qo'lidagi dastak cheklikdir. Muqimlikni qo'g'dash nuqtasidan qaraganda Kompartiya Kim Jong-un siyasi hakimiyeti olab tutsa, zanjirsimon inkas berdi deb qo'rqdi Jungo Kompartiyasi. Xuddi Sharqiy Yevropa sobiq Sovetlar olab tushgandek, uning ustiga Qirg'iz Çavuşan o'yinni oxirlashtiradigan bo'lsa, aksi Jungoma kalpik bo'lmasa, chito'nglabdi degandek bir kunga qoladigan gap. Onun üstüge Jungo'nun pul çekiş diplomatiyasi g'alaba qilolmadi. Jungo xalqaro jamiyati mislsiz yetim qoldi. Yetim qilish darajasini Mao'ning davrida yetim qilish bilan bir tayoqda haydashga bo'ladi. Navbatda Jungo'da muqimlik saqlash xarajati bilan davlat mudofaa xarajining miqdori tanglashib qoldi. Yana pul chechay desa, cho'ntak quruqdolib bo'ldi. Jungo endi zot nima qilish kerak? Buni bilmaydi. Diplomatik tafakkur qalaymaqonlashib ketgan. Ba'zida ideologiyalik asoslarni to'g'lab, sho'r to'g'lab ketdi. Ba'zida amaliy manfaat uchun bir qadam yo'l qo'ydi. Orliqda yig'in tava harakatini do'rab baqqan edi. Orliqda yig'atvan, kechiringlar. Yig'atvan harakatini do'rab baqqan edi. Hozir yana yig'atvan harakatini voz kechdi Jungo. Amerika tarafdan aytganda Prezident Trumpning İştihası intayin çoğ. Hazır Çavuşan meselesi. Keyindilla Dünya Savdo Teşkilatı meselesi. Jungo pul kontrol qilish davlat ishkanligi meselesi. Ondan keyin Janubiy Jungoda erkin qatnashish meselesi. Janlipan ishkini unutib qolibsiz. Bundan keyin Tibet meselesi, Xinjiang yani Uyg'uriston meselesi deb qo'shib qo'ying. Qo'rqmang Janlipan efendi. Ilmiy fikr qilsangiz bu so'zlarni qo'shib qo'ying.